Assalomu alaykum, hurmatli obunachi va kuzatuvchilarim, uzoq yaqindan kuzatayotgan aka-singil opa-ukalarim. Barchalarga mana Ramazon hayiti kirib keldi. Hayit muborak bo'lsin. Imtihon avtomaktablarida o'qib, haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihonga tayyorgarlik ko'rayotgan yaqinlarimga a'lo natijalar ko'rsatib, tez orada haydovchilik guvohnomasini olishlarini so'rab qolaman. Ta'kidlab o'taman. Birovlarga ishonib, pravo berar ekan deb cho'ntagingizdan pul sarflab yurmang. O'zingiz harakat qilib o'qib, ilovalar orqali, kitoblar orqali, yo'l harakati qoidalari kitoblari bor, harakat xavfsizligi kitoblari bor. Bundan tashqari mana ilovalar juda qulay bo'lib qoldi. Ilovalardan foydalanib, testlar, shablonlarni yechib, o'zingizni ustingizda ishlab, imtihon test markaziga borib, a'lo natijalarni testlarni topshirib, haydovchilik guvohnomasini olishlarini tilab qolaman. Kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, bugun shablonlardan kelinglar 12-shablonni yechamiz. Xo'p. Birinchi savolni o'qiyman. Diqqat qilamiz. Qaysi hollarda bir yo'nalishda harakatlanish uchun 3 tadan kam bo'lagi bo'lgan yo'lda to'xtash va to'xtab turish taqiqlanadi? To'g'ri javob. Sanab o'tilgan barcha hollarda. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 13-bobi 91-bandiga asosan quyidagilarda to'xtash taqiqlanadi. Tramvay yo'llarida, shuningdek bevosita ularga yaqinroqda tramvaylar harakatlanishiga xalaqit beradigan hollarda, temir yo'l kesishmalarida, tunnellarda bir yo'nalishda harakatlanish uchun 3 tadan kam tasmaga ega bo'lgan ko'prik, yo'l o'tkazgich va estakadalar ustida. Demak, bu yerda sanab o'tilgan barcha hollarda. Ikkinchi savol. Haydovchi tormozlanishda boshlagan avtomobilining sirpanib ketishi to'xtatish uchun bajarish kerak bo'ladigan holat. Xo'p, to'g'ri javobni o'qiyman. Boshlagan tormozlashni tugatish. Izoh: avtomobilning sirpanchiq yo'lda surilish va orqa g'ildiraklarining blokirovkasi sababli tormozlashda vujudga keladi. Bu holda birinchi navbatda sirilish sababi bartaraf etish, ya'ni boshlangan tormozlashni to'xtatish lozim. Keyinchalik rul chambaragini sirilish tomon burilib, harakat yo'nalishini to'g'rilab olish mumkin. Demak, to'g'ri javob boshlangan tormozlashni tugatish. 3-savol. E'tibor beramiz. Haydovchiga transport vositalarini to'xtab turish joylari chegarasini bildiradigan uzluksiz chiziq kesib o'tishga ruxsat etiladimi? To'g'ri javob belgilaymiz. To'g'ri javob taqiqlanadi. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 2-ilovasi 1-bo'limining 3 va 34-xat boshlariga asosan bir qarama-qarshi yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport oqimlari ajratadi. Yo'lning xavfli joylaridagi harakatlanish bo'lagi chegarasini bildiradi. Yo'lning kirish taqiqlangan qismi chegarasini belgilaydi. Transport vositasi to'xtab turish joyi chegarasi hamda avtomagistral qatoriga kiritilmagan yo'lning qatnov qismi chegarasini bildiradi. 1 va 1 chiziqlarni bosib o'tish taqiqlanadi. Qatnov qismining chetida bildirish uchun qo'llanilgan 1 chizig'i bundan mustasno. Demak, to'g'ri javob taqiqlanadi. 4-savol. Yopiq shlagbaum oldida turgan transport vositasining aylanib o'tishiga ruxsat etiladimi? To'g'ri javob taqiqlanadi. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 18-bobi 118-bandining 7-xat boshiga asosan temir yo'l kesishmasiga quyidagi hollarda kirish taqiqlanadi. Kesishma oldidan turgan transport vositalarini qarama-qarshi harakatlanish bo'lagiga chiqib aylanib o'tish. To'g'ri javob taqiqlanadi. 5-savol. E'tibor beramiz. Chorrahadan 3-bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? To'g'ri javob ko'k avtomobil. Yo'l harakati qoidalarining 16-bob 104-bandining 1-xat boshiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada 2-darajali yo'l harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'lda yaqinlashayotgan transport vositalariga ularning keyingi harakat yo'nalishida qat'iy nazar yo'l berishi kerak. Yo'l harakati qoidalarining 16-bob 106-bandiga asosan asosiy yo'lning yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli
yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishi kerak. Ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidalarga amal qilishlari kerak. Demak, to'g'ri javobimiz ko'k avtomobil. 6-savol. Haydovchi piyodalarga qachon yo'l berish kerak? To'g'ri javob sanab o'tilgan barcha hollarda. Izoh yo'l harakati qoidalari 9-bobi 54-bandiga asosan yondosh hududlardan yo'lga chiqayotgan haydovchi undan harakatlanayotgan transport vositalari va piyodalarga, shuningdek yo'ldan chiqishda harakat yo'nalishida kesib o'tayotgan piyodalar va velosipedchilar yo'l berishi kerak. Demak, bu yerda sanab o'tilgan barcha hollarda. 7-savol. Ko'rsatilgan holatda yengil avtomobilni to'xtab turishga ruxsat etiladimi? E'tibor beramiz. To'g'ri javob taqiqlanadi. Yo'l harakati qoidalari 13-bob 91-bandining 10-xat boshiga asosan quyidagi joy va holatda to'xtash taqiqlanadi. Transport vositasi, svetofor ishoralari, yo'l belgilari, boshqa haydovchilar to'sib qo'yadigan, boshqa transport vositalarining harakatlanishiga, kirish va chiqishiga imkon qoldirmaydigan yoki piyodalarning harakatiga xalaqit beradigan joylarda. To'g'ri javob taqiqlanadi. 8-savol. Yuk tashish taqiqlanadi agar bandlarini o'qiymiz. To'g'ri javob. Tashilayotgan yuk vazni shu transport vositasi uchun ishlab chiqaradigan korxona belgilaridan kattalikda ortiq bo'lsa, yo'l harakati qoidalarining 27-bob 160-bandiga asosan tashilayotgan yukning vazni va o'qlarga tushadigan og'irlik miqdorining taqsimlanishi ishlab chiqargan korxona tomonidan ushbu transport vositasi uchun belgilangan miqdordan oshmasligi kerak. To'g'ri javob tashilayotgan yuk vazni transport vositasi uchun ishlab chiqargan korxona belgilagan kattalikdan ortiq bo'lsa. 9-savol. Xo'p, avtomobilning yon tomonga sirpanib ketishi nima sababdan ro'y berishi mumkin? To'g'ri javob hamma sanab o'tilgan barcha hollarda. Avtomobilning yon tomonga sirpanib ketishiga quyidagi omillar sababli ro'y beradi. Avtomobil rulini birdaniga keskin burish, keskin tormozlash hamda avtomobil tezligini keskin oshirish. Bu yerda sanab o'tilgan barcha hollarda. 10-savol. N2, N3 toifadagi transport vositasining boshqaruv qurilmasi qanday eng katta umumiy lyuft yig'indisi yo'l qo'yiladi? To'g'ri javobimiz 25 gradus. Yo'l harakati qoidalarining 3-ilovasi 2-bo'limining 2/1 bandiga asosan boshqaruv qurilmasining lyuft yig'indisi reglament qat'iy belgilangan sharoitlariga sinovlardan quyidagi ko'rsatkichda katta bo'lmasligi kerak. Demak, to'g'ri javobimiz 25. Demak, yakunlaymiz. Aziz kuzatuvchi va obunachilarim, Abbosxon TV'da qoling. Keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Albatta obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Sizlarga bu ilovalar hamda yo'l harakati qoidalari, yo'l harakati xavfsizligi qoidalari kitoblarida foydalanib, imtihon test markazlarida a'lo natijalar ko'rsatishlarini tilab qolaman. Albatta, tavsiya. O'zingiz ustida ishlashda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.